Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Game Zone kanali. Bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda DLS 2025 bilan DLS 19 ni sinab ko'ramiz do'stlar. Xo'sh, unda qanchalik yaxshi, qanchalik yomon do'stlar. Hozircha DLS 25 juda ham yaxshi ketmoqda va uzr do'stlar, videoni to'xtatganim uchun, shamollab qolganim uchun videoda ovozim juda ham g'alati eshitilibdi. Shunga e'tibor bermanglar do'stlar. Yangilanish ham tez oralarda kelib qoladi. Bu yerda o'sha bosh menyuni ko'rib turishingiz mumkin. Albatta shu videorolik emas, qiziq bo'lsa, shunday qiziq videolarni yana chiqarishni davom etamiz. Bu hozir DLS 25 ni videosi do'stlar. O'zim o'sha ekranimni chekkasiga qo'yib qo'ygan bo'laman rasmlarini. Bu hozirda DLS 25 ni rasmiy o'sha menyusi do'stlar. Mana bu yerda har xil matchlar. Xo'p. Va meni tarkibimga albatta qiziqishlaring mumkin. We love God. Endi bo'lsa biz DLS 19 ni ko'ramiz do'stlar. Qanchalik boshqacha bo'lgan DLS 19. A few moments later. Mana do'stlar, 2019 ya'ni DLS 19 ga ham kirib oldik va bu yerda bosh menyu. Ha do'stlar, bosh menyu aynan shunday bo'lgan. Va albatta menda DLS 19 ni mod versiyasi, agar kimga mana shu mod versiyasi qiziq bo'lsa, mening Telegram kanalimga o'tishinglar mumkin. Xo'p, bu yerda har xil nimalar bor ekan va mana bu yerda xohlagancha nimalaringni olishinglar mumkin va tepada ko'rgan bo'lsanglar, bizda 16 million pul bor. Bu pul bilan men ochig'im mana bunday tarkibga oldim. Mana do'stlar, full qilishinglar ham mumkin. Mana hamma o'yinchilar deyarli full full bo'lgan hamma o'yinchilar. Hattoki bu Fongi ham taktikasiga 74 bo'lib qolgan ekan. Van Dijkni ko'rishinglar mumkin. Hammajiyi yaxshi. Bu do'stlar DLS 19 ning menyusi do'stlar. Mana bu yerda nimalar ekan? Bu yerda stadionlaring. O'sha aytganimdek, agar mana shu DLS 19 ning mod versiyasi kerak bo'lsa, ya'ni xuddi mendagi versiyasi, albatta Telegram kanalimga o'tishni maslahat bergan bo'lardim. Telegram kanalimga havolani esa video kommentida topishinglar mumkin. Endi bo'lsa DLS 25 ni trailing zaliga kiramiz do'stlar. 2000 years later. Xo'sh do'stlar, mana biz DLS 25 ga ham kirib oldik va DLS 25 ni trailing zaliga bitta bossanglar, o'zi kirib ketadi mana. Va bu yerda bizga tanlash huquqi berilyapti. Free kickmi yoki corner kickmi yoki penaltimi deyapti. Biz free trailingni bosamiz. Va bu yerda mana hech qanday o'yinchilar yo'q. Siz botlarsiz o'zingiz bemalol mana shunaqa qilib shug'ullanishinglar mumkin. Yoki cornerda ko'tarmoqchi bo'lsanglar, cornerdan mana shunday qilib bemalol uzatib o'ynashinglar mumkin yoki free kickga mashq qilishinglar mumkin. Bu endi sizlarni xohishlaringiz. Va do'stlar, hozir men DLS 25 bilan DLS 19 ning menyusini rasmlarini chiqarib qo'ydim mana. Albatta o'zlaring farqlashinglar mumkin, qanchalik o'zgargan menyular, qanchalik o'zgarmaganligini. Va endi do'stlar, DLS 19 ni trailing zaliga kiramiz do'stlar. Va do'stlar, biz mana DLS 19 ga ham kirib oldik. Bu yerda qanday qilib trailing degan yozuv yo'q-ku deyishinglar mumkin. Uning uchun trailingga kirish uchun biz avval My Clubga bosamiz va mana xullas
o'zib ko'rsatib qo'ygan bo'laman. Eng pastda mana trailing degan yozuvi bor. Shu ustiga bitta bossanglar kirib ketadi. Va bizga o'sha gollar bilan boshlandi, lekin do'stlar o'yinni hozir pasaytiramiz. Lekin do'stlar bizga mana bunday menyu bermadi boshida, ya'ni qaysini ko'tarishni xohlaysan degan, qaysini mashq qilishni xohlaysan deganday menyuni bermadi do'stlar. Bu ham menimcha bitta minusi bo'lsa kerak, yana bilmadim. Xullas, DLC 19 ni ko'rishingiz mumkin mana. Hattoki sharhlovchi ham sharhlab turar ekan. Bizga hozirda sharhlovchini ovozi kerak emas, o'chirib qo'yaveramiz. Xullas mana do'stlar, DLC 19 mana shunaqa bo'lgan. Oldin ko'rishingiz mumkin. Juda ham boshqacha bo'lgan ekan. Benzemalar bor. Hattoki menda Neymar ham bor edi. Qani, mana Neymar. Fintlari o'sha Neymar, mana bu darvozada bo'lsa Buffon do'stlar. Buffonni bilasizlar, uncha ko'p o'tkazmaydi to'pni. Endi bo'lsa DLC 25 ni nastroyka bo'limiga o'tamiz. 2000 years later. Va do'stlar mana biz DLC 25 ga ham kirib oldik va eng tepada mana ko'rishingiz mumkin nastroyka bo'limi turibdi do'stlar. Shunga bossak mana nastroykalarni bizga chiqarib beradi. Men albatta 70 nimada o'ynayman, kamerada, tezligida va mana boshqa nimalar nastroykalarni ko'rsatib bermoqda. Audioga o'tsalaring do'stlar, mana bu yerda qayerdan edi-ya? Menda muzika o'chik ekan. Va bu yerda mana bu yerda sharhlovchilik har xil ovozlari qo'shilgan. Ya'ni Spanishcha sharhlash, ispancha sharhlash bilan portugalcha sharhlash. Menimcha eng yaxshisi inglizcha deb o'ylayman. Inglizcha menimcha yaxshiroq. Xo'p, va bu yerda o'sha menyularni ko'rib turibsizlar. Menyularni ranglari boshqacha va bu yerda do'stlar eng kerakli joylar bor. Ya'ni mana bu yerda har xil grafikalar sozlashingiz mumkin. Xohlasalar mediumga chiqarib qo'yishingiz mumkin. Mediumda anchagina grafika oshadi do'stlar. Ovozimga e'tibor qilmanglar do'stlar, ozgina shamollaganman. Va mana bu yerda ikkinchi tugmani ko'rishingiz mumkin. O'sha grafikalarni to'g'rilash degan nimada. Bu do'stlar mabodo akkauntni boshqatdan ochmoqchi bo'lganlarga bu yer kerak. Mana bu yerda reset play profil qilib qo'ygan. Buni bossanglar do'stlar, nimalaring boshqatdan boshlanadi, akkauntlaring. Menimcha buni hech kim xohlamasa kerak. A few moments later. Xo'sh do'stlar, mana biz DLC 19 ga ham kirib oldik va bu yerda eng tepada sozlamalar bo'limi bor mana. Mana shunga bosamiz va bu yerda ham uncha o'zgarishlar yo'q, lekin mana bu yerda sharhlovchilarning har xil ovozlari yo'q ekan do'stlar. Ya'ni ispancha sharhlash, portugalcha sharhlash shunaqalar. Bu yerda bo'lsa hammasi o'chik ekan menda va grafikalarga kirsak, bu yerda bo'lgan ekan oldingi nimada 19 da. Hozir esa faqat low bilan medium grafika bor. Menda esa nightda turibdi ekan do'stlar grafika. Hop. Bu yerda ham uncha o'zgarishlar yo'q, menimcha faqat o'sha sharhlovchida har xil sharhlovchida nima desam bo'ladi, har xil sharhlashi yo'q, har xil tildagi. Menimcha shunisi minus bo'lgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Qolgan narsalari menimcha bir xil do'stlar, nastroykalari. Albatta o'zlaring bu joyda fikrlaringni kommentariyada yozib ketasizlar degan umiddaman. A few moments later. Va do'stlar, biz DLC 25 ga qaytamiz. Bu yerda transferlar oynasida do'stlar, DLC 25 dan mana shunaqa bo'ladi. Transferlar oynasi va skautlar mana, ya'ni har xil qidiruvlar bu yerda bor. Agent ochishingiz mumkin. Xullas DLC 25 da mana shunaqa transferlar keladi do'stlar. Hop, DLC 19 ga endi qaytamiz. 2000 years later.
Va do'stlar, biz mana DLC 19 ga keldik. Va lekin bu yerda transferlar oynasi ancha boshqacharoq do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Hamma o'yinchilar deyarli topsanglar bo'ladi bu yerda. Darvozabinga o'tsanglar mana darvozabinlargacha bor. Menimcha DLC 19, menimcha DLC 25 dan yaxshimi yoki yomonmi, buni o'zlaring fikrlaringni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Mod versiyasi yana eslatmoqdaman. Shu mod versiyasi aynan mana shu 16 million puli bor mod versiyasi kimgadir kerak bo'lsa, albatta mening Telegram kanalimdan topishinglar mumkin. Telegram kanalim esa silkasini men kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Va do'stlar, men ancha paytdan beri video chiqarmadim. Shuning uchun aktivni ozgina to'plash kerak do'stlar. A few moments later. Do'stlar, men yana DLC 25 da hozirga sal qoldi tashab ketib yorishimga videoni. Va mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, nima deydi? Mana bu yerda har xil nimalar bor, mana trailing joylar, mana shunaqa kuchaytirgichlar qo'shilgan do'stlar. Mana buni kuchaytirsanglar sizlar menimcha o'sha o'yinchilarni ko'proq sig'iydigan bo'ladi. Va lekin do'stlar, hozir DLC 19 da bu narsa yo'q do'stlar. Negadir faqatgina stadionni o'zini kuchaytirish bor xolos. Lekin atak mana bu medika, mana bu mashhurligi jamoani, bu narsalar yo'q. Menimcha shuning uchun ham DLC 25 19 dan ancha yaxshiroq. Men yana bilmadim. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Va do'stlar, videomiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Albatta shu video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, ushbu kanal ko'tarilishida o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Agar mana shunaqa DLC haqida har xil kontent yoki videolar sizlarga yoqsa, kommentariyada plus qoldirib ketinglar. Hammaga rahmat, hammaga xayr.